Qachonla qarsi dadingiz deydi ekansan. Men qaysi yuzim bilan dadam pul deyman. Voy, hozir bolalarning hammasi otasi o'yab birdi shu. O'yab bermisin, azroq bir yordam qilsa, dadangizning yaxshi kundan yomonlab qolish, topgan tagalari siz qolgandu. Uni hozir boldiroq bersa, bizmi boldiroq bir oldiq mansaq. Çay dada. Rahmat. Bayağı sizga deb o'tgandek bizning Xoyi Ma'rifat qasrininki qoroning yeshilligi 28% yetgan. O'tirdi ko'l bor, ravoq bor, sizlardagi yashanganlarning paranglashib, mo'nishib o'tirishiga, dam olishiga shundan mos keldi. Undan boshqa men atrofida hukumatning yaslisi bor. Boshlang'ich maktab, to'liqsiz, to'liq o'tir maktab hammasi bor. Navrangizni yasliga ochiq akirishmi shundan qulaylik. Eng kichik uy 77 ming frankdan boshlandi, cho'ngi 139 kvadrat metrgacha. Anadagi mush 2 yotoqli uylarmi hojatxonasining derazasi bor chiqdi, bek qulaylik havo o'tishchanligimi bek yaxshi. Masalan, siz bugun pul to'lagan bo'lsangiz, erta shu nupusingizni yo'tkab akila olasiz. Bo'ldi. Unda o'sma chat cho'ngroq o'ydim buni setib olay. Cho'ngda o'zingiz turamsiz yoki bolalaringiz uchun setib olamsiz? Buni men desa deyman. Qarim yo'q. Ish qilib mishadi uy oqilimiz, og'in. Nemanda joylik qilsa, biz uchun pulni ozdan yig'ib, anankim biroq setib olsak bo'ladi-ku. Ay siz ozroqdan yig'ib boqchimush binolar bizni saqlab turamda, setil pulni tugaydi. Uchoqchi bolamizni o'qish bitirib, ingak taqishidi. Kashishlar deydi. Yo dadangizga demedingiz? Dadangiz degan bo'lsangiz ozroq yordam qilib bush yo'q. Qachonla qarsi dadingiz deydi ekansan. Men qaysi yuzim bilan dadam pul deyman. Voy, hozir bolalarning hammasi otasi o'yab birdi shu. O'yab bermisin, ozroq bir yordam qilsa. Tuzuk bir gaqila tuzuk. O'g'am bal degan bag'o 18 yoshdan keyin o'zining ishini o'zi tepish kerak. Dadam meni o'qitib, xizmat chiqarib, turmush tiqib qo'ydi. Ham yana men yuzimni kutib dada pul demda. Hay. Dadangizning yaxshi kundan yomonlab qolish, topqat deganlar siz qapqalar. Uni hozir boldiroq bersa, bizim boldiroq oldiq mansaq nim bo'pti. Tuzuk gaqila. Sen dadamning o'limini tilayotamsan, ha? Voy, nim desangiz mayli qarang. Ish qilib mush Xoyi Ma'rifat qasrida uy og'imiz og'in. Qarab beqing o'rnining yaxshiligini shaharning markazida qo'sh o'qitish o'ltiraq rayonida uy olsak, bolamizmi yaxshi boshlang'ich o'tir maktablarda o'qisa, natijasi yaxshi bo'lsa, men uchun mush maqsad degan najab bir tushunmadi. Hay, menga uyning modini ko'p baqil. Menga akila. Navad bak og'un bo'lsa, Varmış 70 bin franlık oyunu alayını. Hocam, qarang'a jinim men 100, 120, 139 shunchalik o'g'il. Necha kvadrat metrlik uy setib olsiz cho'ngda? Shu 120 kvadrat metr uy setib olay. Sal kichikroq setib olamsiz ya. Uyni davomli setib oladigan narsa emas. Bo'lsa, davram uyni ochib kamtash, erkin cho'ng olsin. Mana shu uyni olay. Unda xo'samish to'xtamga kimlikdagi uchurlarni bir to'ldirib bersangiz o'tga cho'ngda. Bakart pul var. Bunu ben aş oğlumla vermiştim. Kimlikni aş oğlumdan so'rab tizimli olamsiz. Ay doktorum qarab, sunayli deyme. 70 bin falan ishib o'tirmizda. Efendim kimligingizni bersangiz o'tga? Yo'q, biz o'yamadik. Ko'ratimiz. Boya dadangiz kirgan 120 kvadrat metrlik uyga pul to'lab chiqib ketdi. Ha? Ay dadam mishadi bamti? Ha. Sen bilan qolgan gapni kesh deyishimsan bilan. Qachonla qarsi dadingiz deydi ekansan. Men qaysi yuzim bilan dadam pul deyman. Voy, hozir bolalarning hammasi otasi o'yab birdi shu. O'yab bermisin, ozroq bir yordam qilsa. Tuzuk bir gaqila tuzuk. O'g'am bal degan bag'o 18 yoshdan keyin o'zining ishini o'zi tepish kerak. Dadam meni o'qitib, xizmat chiqarib, turmush tiqib qo'ydi. Ham yana men yuzimni kutib dada pul demda. Dadangizning yaxshi kundan yomonlab qolish, topgan tagalari siz qolgandu. Uni hozir boldiroq bersa, bizmi boldiroq bir oldiq mansaq bo'ladi shu. Tuzuk gaqila. Öz g'amlari qo'yan o'g'lim deb başlarımga bir deb kelsin. Sunsa meyliken yigitim